Dilnoza Abduvaliyevna, shu yoshingizgacha farzand bo'lib, onangiz uchun nima ish qildingiz? Dilnoza opa, shu yoshgacha onangiz uchun nima ish qildingiz? Qilish niyatidaman. Alloh nasib etsa ishlayman. Sadoqat opajon, shu yoshingizgacha onangiz uchun nima ish qildingiz? Onam uchun yaxshi farzand bo'la oldim. Lekin yaxshi farzand bo'la oldim-u, lekin onam uchun hech narsa qila olmadim. Dildor opa, shu yoshingizgacha farzand bo'lib, onangiz uchun nima ish qildingiz? Qanchalarsam onam uchun arziydi. Lekin aql hech narsa qilib ulgurmadim. Sanoat opa, shu yoshingizgacha farzand bo'lib, onangiz uchun nima ish qildingiz? Shu yoshgacha onam uchun hech narsa qilolmadim. Chunki ona bu jannat, onalar ostida. Nargiz opa, farzand bo'lib, shu yoshingizgacha onangiz uchun nima ish qildingiz? Ziba opa, shu yoshingizgacha farzand bo'lib, onangiz uchun nima ish qildingiz? Kushod opa, shu yoshingizgacha farzand bo'lib, onangiz uchun nima ish qildingiz? Nima qildim ayting do'stlar, onamga deb yangi kiyim kiymayotdim bolamga deb. Nima qildim ayting do'stlar, onamga deb. Tanya opa, shu yoshgacha farzand bo'lib, onangiz uchun nima ish qildingiz? Hech narsa qila olmadim, chunki ayajon etichi vafot etdi. Sarnoz opa, shu yoshingizgacha farzand bo'lib, onangiz uchun nima ish qildingiz? Onam uchun hali hech narsa qila olganim yo'q. Ruxsor opa, shu yoshingizgacha farzand bo'lib, onangiz uchun nima ish qildingiz? Ma'mur opa, shu yoshingizgacha farzand bo'lib, onangiz uchun nima ish qildingiz? Lobar opa, shu yoshingizgacha farzand bo'lib, onangiz uchun nima ish qildingiz? Durdona, shu yoshingizgacha farzand bo'lib, onangiz uchun nima ish qildingiz? Mehr berdim. To'ydayman. Olmaxon, onangiz uchun shu yoshgacha farzand bo'lib nima qila oldingiz? Shu yoshgacha farzand bo'lib, onam uchun hech narsa qila olmadim, lekin onajonim orzusini amalga oshirmoqdaman.